Buni hozir test knopkasini bosish orqali qashig'ini aniqlaymiz. Qashig'ini ko'rayotganimizda alomatida 3 ohmga yetmayapti. O'zi qashig'i bizada 4 ohmdan oshmasligi kerak. 4 ohmdan oshmasligi yerga o'tkazuvchanligini oshirib beradi. Lekin bizada 3 ohmga ham yetmayapti. Bu alomatida. Assalomu alaykum. Bugun YouTube platformamiz uchun videorolik tayyorladik. Ya'ni bizani daching vektorimiz uchun qilingan sheet sborkamiz. Bugun shu haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rayotganingizlar glavniy vazn sheetimiz razmeri 180 razmerda. Ustida umumiy kuchlanish ko'rsatib turuvchi indikatorlardan foydalanganmiz. Bundan tashqari stabilizatorlardan chiqayotgan kuchlanishni tahlil qiluvchi kuchlanish voltmetr va ampermetrdan foydalanganmiz va elektromobilimizni zaryadkasini tahlil qilish uchun voltmetr. Bundan tashqari stabilizatorlar uchun stilaj yasaganmiz, libyotka qoldirganmiz. Libyotka orqali tush qilib olib amalda ishlatish mumkin. Ichki ko'rinishida biz nimalarni amalga oshirganmiz? 120 mm kvadratli kabel, bu alyumin kabel hisoblanadi, avvalgi kabel. Bu avtomatimizga joylashtiriladi. Avtomatimiz bizga 200 amper, 200 amperni chiqishiga shina orqali vtulkalarga berganmiz. Vtulkalarni chiqishidan gruppalarga yoyilib ketadi. Har bir vtulka yonida ajabtusheni himoya vositasini qo'yib berganmiz. Bundan tashqari averimiz bor bizda. Ya'ni bu generator uchun ishlaydi. Averimizga kirayotgan liniya bu vtulkadan oladi. Bu yoq tarafida уже bizga городской liniya kirib, stabilizatorni ustki tarafiga o'tiradi, ustki tarafidan chiqib stabilizatorga qaytib ketadi. Ya'ni stabilizatorga boradi. Bundan qaytib kelayotgan liniya bizda har bir gruppa mana A fazi, B fazi, C faziga joylashtiriladi. E'tirof berasiz. Har bir gruppada zaishtalar bilan, bypasslar bilan boshqariladi. Ya'ni masalan, 3 ta stabilizatordan qaysi bir nosoz holatga kelib qoladigan bo'lsa, biz stabilizatorni yechib olib ketishimiz kerak bo'ladi va bunga shoshilinchda tok berishimiz kerak. Lekin biz buni qanday amalga oshiramiz? Tarmoq liniyasini biz uchirganimizda kuchlanishimiz bizda yo'qoladi. Mana 3 ta fazidan A fazi ketdi. Endi biz uyga shoshilinchda tok berishimiz kerak. Biz nima qilamiz? Городской, то есть stabilizator liniyadan qaytayotgan liniyamizni o'chiramiz. Mana bu liniyamiz bizda городской liniyadan bo'ladida, mana городской liniya qo'yamiz. Vaqt sanab turib qo'shadi. Bunda ham himoyasiz qolib ketmaydi. Ya'ni relay himoya vositalari bor. Relay himoya vositalari orqali himoyadan o'tib turadi. Stabilizator remontdan qaytgan paytida yana o'sha holatni qaytaramiz. Городской liniyani o'chiramiz. Stabilizatorni qo'shamiz. Stabilizator kelgandan keyin bemalol городскойga qo'shib bo'ladi. O'rtada mana shu bypassni qo'yganmiz. Bu yaxshi natija beradi bizda. Пружинli lentalardan foydalanganmiz, kortenalarni foydalanib. Har bir kabellarimiz uchun shtirovoy nakonechniklardan foydalanganmiz. Bu narsa kontaktlarni qizilmasligini o'ylashni oldini oladi. JZK ya'ni желтый, зеленый, красный ya'ni markirovka qilish uchun biz termosatkalardan foydalanganmiz. Termosatka bizda o'sha ranglarni ajratib olish uchun, ishchilar bo'lish uchun amal qiladi. Bundan tashqari ko'rayotgan bo'lsanglar bizda 3 ta avtomatik hujjatlar turibdi. Mana shu 6 gruppaga 3 tasi городской liniyani защитasi uchun ishlaydi, ya'ni 3 ta gruppa stabilizatorni защитasi uchun ishlaydi. Bundan tashqari bizda qilingan ish elektromobilni zaryadkasiga ketayotgan avtomatimiz 35 mm kvadratli kabel 380 ga ketyapti. Yo'lda bu yana sheetimiz kutib oladi. Har bir raqamlar bilan joylashtirganmiz. Bu gruppamiz o'sha stabilizatordan chiqayotgan mana shu ikkita liniya bypass holatida tegida shvek bo'lib, mana shu bitta bo'lib joylashib ketyapti. Bundan chiqqandan keyin gruppalarga yo'yilib ketadi. Bu yoqda mana birinchi etaj, ikkinchi etaj sheetlarimiz bor. Ular uchun mana shu 3 ta relenantor sheetimiz javob beradi.
Kotellarimiz uchun, sauna, basseyn shitlarimiz uchun joylashtirilgan avtomatlarimiz bor. Ularni o'zini alohida relay himoya vositalari bo'lgani uchun relay напряжение qo'ymadik. O'zligida shitlar bor. Bundan tashqari bu joyimizda eng kerakli bo'lgan narsa konsert qo'yganmiz. Bu konsert nima uchun ishlaydi? Personallar kirib ish bajarish paytida qorong'i bo'lib, noqulaylik keltirib chiqarmaydi. Bundan tashqari dejurniy rozetka ham qo'yib berganmiz. Dejurniy rozetka va chirog'imiz bizda umumiy xonani chirog'i umuman o'chmaydi. Ya'ni qanaqa o'chmaydi? Masalan, mana shu avtomatimizda ishdan chiqib qoldi yoki qanaqadir ish qilmoqchimiz. Umumiy gruppani o'chiramiz. Bu umumiy gruppani o'chirganimizda chiroq o'chmaydi ko'rayotgan bo'lsanglar, sabab bizda ikkita liniyani, bittasi rozetka uchun, bittasi освещение uchun. Mana shu rozetka konsertga ishlayveradi. Через avtomat himoya vositasi albatta bor. Mabodo agar ish qilmoqchi bo'lsak, bemalol o'chirib, rozetkalardan foydalanib ishlatishimiz mumkin. Rozetka uchun uzoq qo'yilgan avtomati bilan NB1 seriyadagi avtomat o'chirildi. Chirog'imiz uchun mana alohida avtomat qo'yilib turibdi. Bundan tashqari pastki gruppalarda kerakli uylar chiroqlari, rozetkalarni joylashtirilgan. Bu yerda ham pojar to'shinamiz turibdi. Nurlarimiz izolyatorlarda shinalar bilan montaj qilingan. Uni tagida zazimenamiz bor. Bizani bu qilingan fishkalardan bittasi bu joyda ham paddon vazifasini bajaruvchi stilaj. Biz o'zimiz ishlashimiz uchun undan tashqari buni tagida juda katta miqdorda kabel bor. Ya'ni bu kabelimiz shaxtani joylashtirilgan. Zaxira vazifasini bajargan. Mabodo endi kabelda o'zgarish bo'lib qolib, qo'shiladigan bo'lib qolsa, kabelni tortib chiqarish mumkin. Stabilizatorlarimiz ham liniyasi shu tagidan chiqib montaj bo'lib ketadi. Kabellarimiz yetmay qolgan joylariga usti taraf bilan kesib tushqizmaganmiz. O'zi bo'y bo'yicha qaralsa ham bunaqa kartelli sistemalarda usti tarafini tegish mumkin emas. Sababi suv o'tadi, boshqa bo'ladi, chang kiradi. O'shaning uchun agar tegish imkonini beradigan vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta uni PG-sanikadan foydalanish kerak. Bizlar mana generatorimizga kelayotgan kabelimiz yetmay qolgan, lekin PG-sanikalar bilan izolyatsiyasini ham qilib olmaydi, ham suv o'tkazmaydi, himoya qo'yganmiz. Bundan tashqari eshiklarimizni полный zazmeni qilingan. Zazimelarimiz sizga aytib o'taman, bu 9 metr stejni topilgan. 9 metr stejni, undan tashqari 3 ta trigonik qilib temirdan topilgan, 4,5 metrdan. Hammasini qarshiga bor yo'g'i 3 onga yetmagan holatda ko'rsatish qayd etdi. Uni ham rasmni men ko'rsatib qo'yaman rasm videoda. Bundan tashqari stabilizatorlarimizni kirish kabilar 25 mm kvadratli diskalar avvalgi kabilardan foydalanganmiz va biz bularni PG-sanikalarni montaj qilib olganmiz. Operator kabelni latoklarida mana chiqib kelyapti. Har bir latokdan PG-sanikalar bilan chiqib kelyapti. Bu narsa uch kabelni g'ajimasligi uchun xavfsiz turishni ishlayveradi. Kabellarni ichida akurat mikrolik tushib kelyapti. Bu narsa bizlarning ishimiz sifatiga ancha ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'tda ko'p ishlar amalga oshirilgan. Iloji boricha endi qo'ldan kelgancha himoyaviy elementlarga ahamiyat berib ishladik. Har bir raqamlar, markirovkalar. Bundan tashqari biz bu joyda katenimiz uchun chip xizmatlarimizni ko'rsatganmiz. Ya'ni bu IP65 bilan. Yaratgan bo'lsalar glanlar bilan avtomat. Bu ikkita katel uchun ishlaydi, elektrik katel uchun. Mana bu avtomatimiz bizda UPSdan generatordan ishlaydi. Ko'mir katel, nasos guruhlari chiqarmaslik uchun ishlaydi. Gruppa hammasi nasos guruhlar, partner nasos, avariya nasos uchun ishlaydi. Albatta himoya zashtalarni qo'yib qo'yganmiz. Bu ham zazimelar bor. Har bir nasos guruhlarimiz zazimelarga olingan bo'g'izlar bilan montaj qilingan. 3.075 sim tashalgan har bir nasos guruhi. Bu joyga ham mana Ahmad berayotgan bo'lsangiz, PG-sanikalardan foydalanganmiz. Sababi bu Germetishning IP65 chit elektrik shiti juda qalin. Buni keyin shunchaki teshib qo'yish estetik jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. Ishimizni ham sifatiga ta'sir qiladi. Shundan bu yerga ham PG-sanika qo'yib berganmiz. Yo'q, kartonlarni ulab berganmiz. Kartonlarimiz zvolkasini o'zimiz montaj qildik, demontaj qildik. Ya'ni avtomatlarimiz ichidagi elektronikasini через stabilizator orqali ishlaydigan qilib berganmiz. Avvalo tizimda
ushlanish baland bo'lib o'ynab ketadigan bo'lsa, platani ishdan chiqarmaslik uchun yerda tutib berganmiz. Xo'p. Bundan tashqari bu joyda mana basseyn sistemasini montajini qilayotganmiz. Ya'ni ularni ishi ya'ni avtomatik basseyn nasoslari uchun ishlaydi. Bu yerda polni knopka pultlarni qo'yganmiz. Pult orqali boshqarib, o'tirgan ruchni boshqarish, indikatorlar, knopka pultlar, markirovkalar hammasi joy-joyida qilingan. Buni ham ichida albatta himoya elementlari bor. Buni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Joyini sal torrog'idan tuzalgan qulayroq bo'lyapti. Ularning barcha avtomatimiz 60 jo'natdi, 16 mm kvadratli USB'li montaj bo'lgan. Защита управления uchun ishlaydi. Har bir gruppa nasos chiroqlaridan relay напряжениyadan foydalanganmiz 60 amperdan. Ikkita, mana shu 3 ta differensialni avtomat Invader seriyasiniki chiroq uchun ishlaydigan differensial avtomatlarimiz. APD'larni qo'yganmiz, timerlar, shu hammasi bizning xizmatimizga kiradi. Kimga shuni xizmatlarimiz kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rsalar, sog' bo'linglar, salomat.